$27 ming Frunski massivda yaxshi lokatsiyasida noturar bino sotilmoqda do'stlar. Manzilda eslatib o'taman, bu tomon Nurxon chorrahasidan Texnomat tarafga yurib kelish, DSSH stadioni va to'g'risida yo'lda bo'yida aytganimizdek g'ishtli don birinchi qavati. Sinapoyalar, naveslar qilingan do'stlar, temir panjaralar, akfa eshiklar qo'yilgan. Kirish qismi ofis qilaman yoki bir qandaydir do'kon qilaman deganlar uchun yaxshi joy do'stlar. Bu tomonda esa ikkinchi xonasiga moslashtirib qo'yishgan. Tomonlar abur qilingan. Rakvina hamda hojatxonasi ham bor. Do'stlar, joylashuv manzilda hammaga yaxshi tushuntirdim deb o'ylayman. Ofis qilish, do'kon qilishga yaxshi joy do'stlar. Yo'lda bo'yida bir qadam lokatsiya zo'r bo'lgan joy. 27 ming so'rashyapti, albatta kami bor. Quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilib, egasi bilan batafsil savdolash imkoniyati mavjud. Shunaqa yaxshi joylarni unutib olmaslik uchun hozirroq Telegram kanalimizga obuna bo'ling.